Please subscribe my channel Subin Tamang Vlogs. आज भएको महिला वुमेन च्याम्पियन गेममा नेपाल भर्सेस श्रीलङ्काको गेम रहेको थियो। नेपालले श्रीलङ्कालाई 8 गोल हानेर विनर भएको छ। यस गेम चाहिँ हाइलाइट्सको रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपाली महिला फुटबल टिम एकपछि अर्को जित हासिल गर्दै गइरहेको छ। यो पछिको म्याच उज्बेकिस्तानसँग रहेको छ। उज्बेकिस्तान नेपालभन्दा ऱ्याङ्किङ हिसाबले अगाडि भए तापनि नेपाली प्लेयरहरूले उज्बेकिस्तानलाई पनि जित हासिल गर्नेछ भन्ने पूर्ण विश्वास छ। जय नेपाल, जय फुटबल महिला टिम। Hozir gol bo'lishi mumkin. Darvozabon qaytardi. Ikkinchi temp. Yana bir imkoniyat va gol do'stlar. 2-0. Jamoa yetakchisi Sabitra Bixandari. Mana ikkinchi gol. Yuqoridan darvoza tomon. To'g'ridan to'g'ri zarbami? Ha, himoyachi darvoza tomon ketayotgan to'pni uzoqdan yo'llangan zarba darvozabonning qo'liga bordi. To'p yo'qotildi Shri-Lanka tomonidan. Chap qanotga uzatma. Yerlatib uzatib bersa kerak. Uzatma ham golga aylanib ketishi mumkin edi. Bor. Zarba yo'llandi darvoza tomon va 3-gol. Chiroyli gol urilyapti standart vaziyatdan. Ha, zarba kuchsiz. Lekin gol namoyish etilgandan so'ng yaxshi pas. Qaytimi bo'lishi kerak. Bixandari 3-0. Mana endi chiroyli gol urilyapti. Zo'r pas bo'ldi va zo'r zarba bo'ldi. Bu bitta chap qanotga ko'chirildi. Yaxshi o'yladi. Gitarana uzatma 4-gol. 4-0. Gitarana chiroyli pas amalga oshirdi. Bizga takroriy lavha namoyish etiladi. Bu boyagi gol, 4-gol. Bittada uzatma amalga oshirdi. To'pni to'g'rilab ham o'tirmadi. Ruxsat berildi. Zarba yo'llandi. 5-0. Gitarda 6-golni ko'ramizmi? Ko'ramiz. Ha do'stlar. 6-gol. Kutib oling. 21-raqamdagi himoyachi, 9-raqam egasi. Darvozaga zarba ustunga tegyapti. Birinchi taymda u standartdan gol urgan edi. Yani darvozabonga eng ko'p yordam berayotgan o'yinchi. Bu esa boyagi chiroyli harakat, uzoqdan yo'llangan zarba rikoshet. Darvozabon ham qaytardi. Yosh, ikkinchi qavatda orqali yana uzatma. Mana gol, 7-si. Gol urilyapti. Stadionga tashrif buyurgan muxlislar, lekin nepallik kadrda ko'rayotgan ishqibozingiz. Hozir esa burchak zarbasini kuzatamiz. Mana bunday pas amalga oshirildi. Rayning zarbasi balanddan ketmoqda. Yaxshi kombinatsiya. Imkoniyat bor 8-golga. Juda ham aqlli o'ynadi. Zaxiradan qo'shilgan Puchta.